guruhdagilar jangi deydilaringda ertadan kechgacha WhatsAppda shapshina kelaveradi. Odamni uyqusini bizni damagani qo'yasizlarmi? Yo'qmi? O'zinglarda nima gap? Yugur chap qaramaganga gap otib dumalaverdi. Burchakda asalcha bilan shakarchayda aralashtirib ichib ketinglar qichib guvala chichib samayib sandireylab qaytoyib gandireylab yuribsizlarmi? Ana u qiz yomon jangga tegdi-da bir WhatsAppda chiqib olib. Selam, gruppedagilar. Duftaroy dilkash, piskaroy noskash, kam höram, hamisha höram, nima gaplar jo'ram, jijina, ajina bir nimalar deydi. Tavba, uyalmaydi. Sen yurish-turishingga, turish-turmishingga, o'tmishingga heyam o'zbekcha gapir. Gruppadagilar deydi, naprimir, guruhdagilar deydi, yig'indagilar deydi, shunday gaplar gapirsang bo'ladi-yu. Ho'kizday qildi. Men tishiga qarab yashinib beraman-da, to'g'risida. O'zini bunday videoga oladi. Boshqa biri olmaydi-da, uni o'zini oladi-da, shunday. O'zbekcha gapir, o'zbekchilik millating-ku seni. O'zbeklarda katta bo'lgansan. Bo'lmaydi-da, menga yoqmaydi-da, to'g'risi. Ola do'ppingni bunday qil kamerangni по-узбекски говорите, пожалуйста. Вот неприятно, да? И так быстрее звезда стали, наверное. Каждый раз я тебя вижу, я с ума схожу. Bab, o'zbekcha gapirish kerak. Tamam.